Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana bugun 1-dekabr 2025-yil ko'rib turganinglar Faxriddin akamni dalalari. Xo'sh, mana aybeklarni ko'rib turganlarda bir boshqacha usulda nima qilganlar? Agrovolokno qilib, mulcha qilib ekkanlar. Xo'sh, ko'rib turganlarda mana shunaqa. Buni hozir o'zlaridan keyinchalik yana bir ma'lumotlar olib nima qilamiz, xudo xolasa inshaalloh. To'g'riroq qilib video chiqarishga harakat qilamiz inshaalloh nasib qilsa. Mana shunaqa qilib mulcha qilib ekkan ekanlar. Bir joyda mulcha qilib ekkanini ko'rdim, ularniki unchanaqa bo'lmadi. Bularniki xudo xolasa menimcha yaxshi ketyapti. Hozirgi video qilgan joyim ustida setkasi bor ekan. O'shaning uchun sal anaqa bo'lib qolgan. Shuning uchun sal bo'yigani qilib qolgan, salqinda. Mana bu yog'i go'shtliroq bo'lyapti baylarim ko'rib turganlarda. Bu yoqda ramellar hammasini mulcha qilib ekib chiqqan ekanlar. Mulcha qilib. Hozir endi o'zlaridan so'rasam, yo hozir video olishga nima qilmadilar. Boshqa safar xudo xolasa o'zlaridan ma'lumotlarni olib qo'yishga harakat qilamiz inshaalloh. Mana shunaqa qilib yetishtirsanglar ham bo'ladi. Ba'zi bir nimalarda plyonkada yetishtirganini ko'rganman, lekin agrovoloknoda o'zimizda yetishtirishganini ko'rmadim. Endi men ham aynan xuddi shunaqasidan olib kelganman. Buni agrovoloknoni usti sariq varianti, tegi qora variant mulchasi. Tegi qora, usti sariq. Menda bor, usti oq, tegi qora. Lekin hali men sinovdan o'tkazib ko'rmadim. Yaqinda bir Bekobodga seminarga borganimizda agrovoloknoga ekkan, ochiq dalaga ekkan. O'shanda anaqa bo'lgan edi. Ochiq dala degisi, endi ochiq dala deganim ochiq yerga ekkan, bez agrovolokno mulcha qilmasdan. O'shanisi yam-yashil bo'lib yaxshi o'sgandi. Agrovolokno tagida qanaqadir sarg'ayib ketgandi. U menimcha ikkiloviga bir xil ishlov berib, bir xil suv bergandan ko'p suv berib zaharlatib shunaqa qilib yuborganmi, mana tediklar sarg'ayib ketgandi. Bu hozir mana yaxshi holatlari. Holatlari yaxshi ko'rib turganlarda. Inshaalloh bu haqida yana ma'lumotlar beramiz, xudo xolasa. O'zimga ham qiziq bu tema. Chunki o'zim ham sinov uchun olib kelib nima qilganman agrovoloknodan, hali lekin ishlatib ko'rmadim. 10 metr sotib olib kelgandim. 10 metr sotib olib kelgandim, lekin hali unaqa qilib ko'rmadim. Xudo xolasa bu nimalarni ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Bular endi shu bahorga pishadi bular ham.